Assalomu alaykum hammaga. Bular bitirishdi. Shunaqangi zo'r shogirdlar, zo'r masterlar bo'lib yetishdi. 100% ishonchimni bildiraman. Chunki bular astoydil o'qishdi va astoydil shu bilimlarni o'zligiga qabul qilishdi. Va hozir ularni tabriklaymiz. Birinchi bo'lib bizda hozir Saidmurodova Zulxumor. Va nihoyat yetib keldik kunlarga. Mana shogirdlik kursimga o'qiganlarga ikkitadan sertifikat beriladi. Biri o'zim tomonidan, biri davlat tomonidan sertifikatlar taqdim etiladi. Tabriklaymiz. Omad tilayman va arzimaskina sovg'am bor. Bu ajoyib sovg'a. Buni yaxshi niyatda oldim. Bunga o'sha ishlagan har bir mablag'ingizni yig'ib beradigan sovg'a.